Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Hindiston diyoridan xushxabarlar bor. Xonadonidan Dehliga davolanish maqsadida ketgan bemorlarimizda oilalari, qavmu qarindoshlari, do'st, yori, og'aynilari uchun xushxabarlar bor. Andijon viloyati Xonobod shahridan Irodaxon jigar peresadka uchun Dehliga Max Saket klinikasiga borgan edi. Buni avval videolarda qo'yganmiz. Unga o'z singlisi Ziyodaxon jigaridan bir bo'lagini opasi uchun ajratib berib, hadiya qilib, ham singillik vazifasini, ham silai rahim vazifasini a'lo darajada bajarib, jigaridan bir bo'lagini berdi. Mana bular operatsiyaga kirib ketishyapti. Xudo xolasa men ham bugun больницаga o'taman. Ertaga Alloh nasib qilsa inshaalloh operatsiyamiz soat 8da kirib ketamiz. Duo qilib turinglar. Barchalarga rahmat. Assalomu alaykum. Guruh ahli. Hammalarga rahmat. Allohga shukr. Mana singlim ham operatsiyalardan chiqib, Xudo xolasa palatalarga oldi. Mana Allohga shukr. Bizga ehson qilgan, yordam qilgan birodarlarimizdan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Biz mana shu kelishimizga ham sababchi bo'lib, bizga yo'l ko'rsatgan shu Abdurahmon domlayimga ham katta rahmat. Alloh taolodan hamma umidimiz qolaversa shu ehson qilganlardan, hammasidan, yordam qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi, Allohga shukr. Mana donorchina. Rahmat hammaga, hamshaharlar. Abdurahmonlarga hammaga rahmat katta. Allohga shukr. Salomat chiqib oldik. Va operatsiyadan alhamdulillah sog' salomat chiqishdi. Alloh taolo Irodaxonga bir umr yetadigan shifoni bergani rost bo'lsin. Ziyodaxon singlisiga esa ikki dunyo saodatiga erishadigan ajr savob mukofotlarni ato qilsin. Xonobod shahrini xalqiga, Xonobod xalqiga rahmatlar deb qolaman shularning nomidan. Chunki Irodaxonga alohida kanal ochilgan. Bu kanalni yuzlab, 200lab, 300lab, balkim bundan ham ziyod insonlar kuzatib kelishyapti. Qanchadan qancha hadiyalar qilishdi Alloh uchun, shu oilani xursandchilik uchun hadiyalar qilishdi. Barchalaringizni hadiyalaringizni Alloh haq subhanahu va taolo dargohiga qabul qilsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hal jazaa'ul ihsanu illa al ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik. Sizlarga Alloh taolo Xonobod xalqi uchun, shu Irodaxonga hadiya qilganlar uchun ko'p yaxshiliklar ato qilsin. Xudo xolasa bular hozir yaxshi, reanimatsiyada, ikkalalari ham yaxshi. Bunga o'zlarini ukalari, ya'ni Ziyodaxonning akasi Abduqahhor qarovchi bo'lib borgan, aka bo'lib, uka bo'lib yonida turib berib turibdi. Mana shuni o'zi ham bu ikki singil, ikki opalar uchun katta quvvat. Ham aka, ham ota bo'lib shu yerda turib berib turibdi. Abduqahhor ukamizga ham rahmat. Duo qilib qo'yasizlar, Xudo xolasa yaqin kunlarda salomat vatanga inshaalloh qaytishadi. Ikkinchi o'rinda Shuhratbek ukamiz Samarqand viloyatidan Fortes klinikasiga joylagan edik. Aynan doktor Vivekovichni qo'liga topshirgan edik. Shuhratbek ham a'lo darajada operatsiyadan chiqdi. O'z opasi jigaridan bir bo'lagini berib, ham opa, ham jigar vazifasini bajarib donorlik qildi. Alloh taolo Shuhratbek ukamizga bir umr yetadigan shifoni, opalariga esa bir umr yetadigan saodatni Alloh nasib etsin. Bu oilaga hozir juda ham katta xursandchilik kirgan. Akalari yuqorida aytgandek kamarbasta bo'lib, Shuhrat yoningdaman uka, Shuhrat opa singlim yoningdaman deb o'zi turib berdi. Alloh taolo bu oilaga ham komil mukammal shifo ato qilgan bo'lsin. Shuhratbek o'zi ajoyib inson ekan. Shu yerga borib bir qancha suhbatlarda bo'ldik. O'zi doktor. Ya'ni
bu sistemani yaxshi biladi. Doktorlar nima qilmoqchi, nima qiladi, qaysi analizni topshirmoqchi, uni javobi qachon chiqadi, juda ham xotirjam. Shu safar Shuhratbekni biz Hindistonga olib borib, to'g'risini aytganda, anjancha aytganda maza qildik. Ya'ni Shuhratbekda xotirjamlik bor. Chunki bu tizimni yaxshi biladi, meditsina holatini. Lekin zo'r. Shuhratbek, Alloh taolo komil shifo bergan bo'lsin. Barcha yaqinlaringiz, do'stlaringiz, oilangiz, qavmi qarindoshingiz siz uchun duoda turibdi. Hammalaringizga bu xursandchilikka biz sherikmiz. Bundan tashqari Bahodirjon Tojikiston Respublikasidan operatsiyadan zo'r chiqdi. Bahodirjonni o'zini dadasi ham ota, ham qarovchi, ham duogo'y, ham yonida nima deydi, kamarbasta dadalari o'zi olib bordi. Qizlari donorlik vazifasini bajardi, lekin qoyil. Bolalarini qo'yib, xo'jayinidan rozilik olib, singillarini qo'yib, opalarini qo'yib, xullas hammasidan otilib chiqib, Bahodirjonning qizi donorlik vazifasini bajardi. Qoyil. Endi hozir bularni holati juda ham yaxshi. Bular Max Saket, aynan Subhash Guptani qo'lida operatsiyada bo'lishdi. Bahodirjon Tojikiston xalqiga, qarindoshlaringizga, mahallangizga, hammalariga duo qilib qo'yasiz. Bu Bahodirjonning haqqiga ham duo qilib qo'yinglar. Xudo xolasa vataniga yaqin kunlarda qaytadi. Anvarjon do'stimiz Andijon viloyatidan Ilhomjon akam donorlik qilib, oliy darajada akalik vazifasini ham bajarib qo'ydi, ham qarovchilik vazifasini ham bajarib qo'ydi, ham Hindistonga olib borish, tashkillashtirish yo'lini ham bajarib qo'ydi. Ilhom akaga qoyil, lekin zo'r aka ekan. Meni ko'nglimdan o'tgan narsalarni ba'zilarini aytib beraman. Aka shunaqa bo'lsa, ham pul topsa, ham o'zi ligirovka qilsa, ham donorlik qilsa, ham nazorat qilsa, ham endi vazifasi juda ham ko'p Ilhom akamni. O'zini ukasi Anvarjon uchun jigaridan bir bo'lagini ajratib, hadiya qilib, "Ma uka, sen yasha, bola chaqang bilan tinch bo'l" deb donorlik vazifasini bajardi. Bugun aloqaga chiqdi menga. Realni massada turib menga telefon qildi. "Domlajon, assalomu alaykum, men zo'rman" dedi. Alhamdulillah. Ilhomjon aka shifo bergan chin bo'lsin. To'g'risi akasi yo'qlardi, to'g'risi jigar nezvoriz aka. Alloh taolo salomat qilsin, umringiz uzoq bo'lsin Ilhomjon aka. Havas qildim. Har kimda ham akasi shunaqa bo'lsa. Bitta bir qancha ukalari, qarovchi bo'lib borgan yana bitta ukalari tinimsiz aloqada bo'lib turibmiz. Qoyil. Ilhomjon aka, ukalaringizga shunaqa tarbiya berib qo'ygansiz, qoyil. Bunda tizimni qo'yib qo'ygansiz aka. Hammasi atroflaringizda girdi kapalak. Kecha-yu kunduz. Mana kechasi 1mi, 2mi, 12mi bitta qolgan kez doim aloqada. Qoyil bu oilaga, ota-onangizga rahmat. Shifo bergani chin bo'lsin, salomatga boringlar. Bundan tashqari Hikmatullo ukamiz Max Saket klinikasida buyrak perisatga bo'ldi. Onasi, biz o'zbeklarda bitta gap bor-ku, onani yaratmasin ekanda. Onasi shu farzand uchun tomdan shuni tashlashga tayyor. Xurshidxon sinimiz, Alloh taolo bu oilaga juda katta saodat ato qilsin. Umrining oxirigacha yetadigan komil mukammal shifo bersin. Hali men gaplashdim. Xudo xolasa bu buyrak almashtirgan farzandingizni to'ylariga ham boraylik. Xudo xolasa to'ylarda ham xizmat qilaylik. Yaxshi qudalar, yaxshi kelinlar, yaxshi farzand nevaralar ato qilsin. Xurshidxonga yana bir karra Alloh taolo ajrini, mukofotini ko'paytirib bersin. Zo'r oila ekan, zo'r hayotda Xudo nasib etsin. Buyrak perisatkasida borgan Kozimjon, mana Nosirjon akamlar Namangan viloyatidan borgan, Kozimjonga ham gap bo'lishi mumkin emas. Onasi uchun farzandlik vazifasini ham bajarib, ham yo'lni bajarib bo'ldi. Kozimjonga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham tadbirkor bola, juda ham aqlli bola. Gapirish kerak bo'lgan joyda gapiradigan, juda ham odobli bola. Onangizga, otangizga rahmat Kozimjon.
tarbiya bergan, siz bilan Hindistonda hozir yurgan, siz buyurangizni bergan onangizga rahmat. Zo'r tarbiya bergan. Alloh taolo sizga kelajakda katta boyliklar ato qilsin, katta zakotlarga qodir bo'ling. Juda ham ko'p savob ishlarni qilishni Alloh nasib etsin. Kozimjon, rahmat. Alloh taolo komil va mukammal shifo ato qilsin. Bundan tashqari Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qo'shtepa qishlog'idan Fotizaxon sinimiz Fortes klinikasiga, aynan doktor Vivekovichning huzuriga borgan. Akasi Asrorbek ham akalik vazifasini, ham jigarlik vazifasini bajarib, o'zini jigardan bir bo'lagini bergani, donorlikka borgan. Hozir Fotizaxonni tekshiruvlari hali ham davom etyapti. Doktor Vivekovich qattiq ish olib boryapti Fotizaxon ustidan. Sabab bular avval 2 marotaba Hindistonga borgan. Sent qo'ydirgan, yana oldirgan, muolaja olgan, ko'p buni ustidan ishlar bo'lgan Fotizaxon ustidan. Shuning uchun shularni yana tekshiryapti. Xudo xolasa duodamiz. Fotizaxon, Asrorbek hamma duoda, xudo xolasa. Analiz topshirgansizlar. Analizlar yaxshi chiqib qolsa, xudo xolasa operatsiyaga tayyorgarlik. Alloh taolo shifoni berguvchi o'zi. Bu siz yoningizdagilar, biz shunchaki sababchimiz xolos, xudo xolasa. Salohiddin ukamiz Namangan viloyatidan. Salohiddin donorlik vazifasini, akasi uchun donorlik vazifasini bajargani borgan. Bular ham tekshiruvlari deyarli tugadi, komissiya. Xudo xolasa erta operatsiyaga, Max-Saket klinikasiga, aynan mana bu doktorni operatsiya stoliga yotadi, xudo xolasa. Muhammadjon ukamiz Andijon viloyatidan yosh farzandini olib borgan edi. Bularga bu yerda buyrak peristatka deb tashxis qo'yilgan, juda ko'p muolajalar olishgan. Muhammadjon ukamiz shundoq bir himmat otini minib Dehliga qarab uchdi. Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin, operatsiya bo'lmadi. Muhammadjonning farzandi operatsiya bo'lmadi. Oddiy va sodda va yengil arzon yo'l bilan muolaja qilib qo'ydi. Muhammadjon, Alloh taolo shifosini chin qilgan bo'lsin. Bular inshaalloh kelishdi. Hammalari yaxshi. Bu oilaga, Muhammadjonning oilasiga, shu farzandiga, barcha yaqinlarini qalbiga kirgan xursandchilikka biz ozgina, hali inglizlarda small deb qo'yadi, kichkinagina hissamiz qo'shilgan bo'lsa, biz shundan xursandmiz. Yangi haftalarga xudo xolasa oyni boshiga yana bir qancha perisatkalar bor. Andijon viloyatidan, Samarqanddan, xudo xolasa Namangandan, viloyatlari to'g'risi esimda qolmadi. Juda ko'pchilik aloqaga chiqishyapti. Pasportlarga topshirib qo'yganmiz. Viza chiqdi, mana shahri xoliklarga vizalar chiqdi. Qirg'iziston Respublikasidan bir qancha oilalar va ularning vizalarini tashlab berdik. Bilet olish arafasida. Duo qilib qo'yinglar, Alloh taolo hammasiga komil va mukammal shifo bersin. Hamro Travel Medical Tourism qonuniy firma hali ham davom etmoqda. Shu quyida aytgan bemorlar eng to'g'ri yo'lni tanlashdi. Eng to'g'ri yo'l qaysi edi? Hamro Travel Medical Tourism firmasi orqali borishdi. Ularga biz qo'llariga shartnomalarni berib, firmani pechatlarini bosib, o'z imzolarimizni qo'yib, kafolatini bo'ynimizga olib jo'natganmiz. So'zim oxirida shu narsani tavsiya qilib qolaman. Agar sizga Dehliga, Hindistonga kimdir taklif qilayotgan bo'lsa, albatta hujjat so'rang. Albatta imzosini so'rang, albatta pechatini so'rang. Chunki aldanib qolasiz. Og'zaki va'da, quruq va'da hech qachon hujjat bo'lmaydi. Qachon aytdim degan birinchi varianti. Esimda yo'q ikkinchi varianti. Yoki bir xayolda gapirib yoribman. Uchinchi variant. Shunaqalar ko'payib ketadi. Siz uni tutib hech narsa qila olmaysiz. Unda kech. Shuning uchun aldanib qolmang. Mana shu quyidagi nomerlar shaxsan o'zimning telefon nomerlarim. Bir qator aloqaga chiqing. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.